meni oldimga kelgan ko'p mijozlarda shunday ichki olamiga xafagarchiligi bo'ladi. Aytadiki, men ko'p yaxshilik qildim, lekin qaytmadi. Ammo esingizdan chiqmasin. Aynan 2026-yildan boshlab bu bumerang qonuni bittama-bitta ishlaydi. Chunki siz kimgadir yaxshilik qildingizmi, demak boshqa odam orqali, boshqa inson orqali sizga mana shu yaxshilik qaytadi. Qaytmasdan qo'ymaydi. Mana shuning uchun ham biz kimgadir yaxshilik qilganda shartsiz qilishimiz kerak. Qachon siz shartli bo'ldingizmi, hatto farzandingiz ham sizga nisbatan shartli munosabatda bo'ladi. Sizni ayblaringizni topadi, sizni qilgan ishlaringizni ko'p muhokama qiladi. Siz nimaga bunday qilmayapsiz? Mana shu vaziyat nima uchun bo'lyapti degan ichidagi gaplarini sizga bemalol uyalmay turib aytadigan vaziyat bo'ladi. Bu nima uchun? Chunki siz mana shu vaziyatingizni shunchaki qabul qilmayapsiz. Aynan 19-20-yildan keyingi farzandlar bizlarga o'xshagan, ha bo'ldi, meni ota-onam, men ichimga yutishim kerak, men gapirmasligim kerak degan xayollari bo'lmaydi. Chunki mustaqil. Ularni denkalarga уже mana bizlardan denka shunday bo'lib o'tyaptiki, mustaqil fikrlashga ega. Ular mustaqil fikrlarini ayta oladigan darajada bo'lishadi. Mana shuning uchun ham siz farzandingizni o'zingizga o'xshab doim gapini ichiga yutib, lekin ichkarisiga g'iybat qiladigan farzand qilib tarbiyalamang. Mana shu yerda to'xtang. Siz birinchi farzandingizni o'zi bilan haqqoniy bo'lishni o'rgating. Buning uchun siz avvalambor o'zingiz bilan haqqoniy bo'lishingiz kerak. Qachonki siz o'zingiz bilan haqqoniy bo'lib, o'zingizga rostgo'y bo'lib, g'iybatni to'xtatganingizda farzandingizga mana shunaqa rivojlanish bo'ladi. Chunki farzandlarimiz 14 yoshgacha bizani avramiz bilan yuradi. Aslida, masalan, mana shunday vaziyat bo'ladi. Siz farzandingizni kim bilandir taqqoslayapsiz. Keling, katta farzandni kichkina farzand bilan taqqoslayapsiz. Nima bo'ldi? Farzandingizni bir-biriga raqobatchi qilib tarbiyalayapsiz. Mana shu yerda nima bo'ladi? Raqobat paydo bo'ladi. Bu tarbiya kimdan kelgan? Denkadan kelgan. Oldingi ota-onalar, oldingi farzandlarini taqqoslaganda haqiqatan men zo'r bo'lishim kerak, men qilishim kerak degan xayol bo'lib o'sgan. Ammo ular hozirgidek raqobatchi ko'rmagan, chunki ular mustaqil fikrga ega bo'lmagan. Lekin hozirgi farzandlar mustaqil fikrga ega. Mana shuning uchun ham hech qachon bu xatoni qilmang. Farzandingizni farzandingizga taqqoslamang. Mana shu yerga to'xtating. O'zingizni turmush o'rtog'ingizga taqqoslamang. Chunki turmush o'rtoq, ayol va erkak tinch, sog'lom hayot kechirishi uchun er va xotin bir-biriga taqqoslash kerak emas. Mana shu yerga to'xtating taqqoslashni. Avvalambor mana shunday tarbiyani farzand ota-onadan oladi. Va mana shuning uchun ham farzandlar o'rtasiga raqobat kuchayib ketyapti. To'xtating mana shu yerda. Raqobatni, bir-biriga taqqoslashni va o'zingizni, yaqinlaringizni raqobatchi ko'rishni. Agarda farzandingiz o'rtasiga kelishmovchilik bo'lyaptimi, avvalambor siz o'zingizga qarang. Ayting, men kim bilan kelisha olmayapman? Aslida men o'zimni bilyapmanmi? O'zimni taniyapmanmi? O'zi aslida men haq yo'ldamanmi? Aslida men to'g'ri yo'ldamanmi? Men hech kimni g'iybat qilmayapmanmi? G'iybatimni to'xtatyapmanmi? Mana shu yerda zo'r texnika, bu zo'r ishlaydigan texnika. Agarda sizni ichingizga g'iybat bo'layotgan bo'lsa, albatta 10 kun mobaynida qo'lingizga rezinka olib, o'zingizni tarbiyalang. Chunki mana shu rezinni shunday tortgan paytingizda tanaga signal ketadi. To'xta, g'iybatni to'xtat. O'zingga bo'lgan bahoni oshir. Mana shunda rivojlanish bo'ladi. Avvalambor o'sishni o'zingizdan boshlang.